Navbatdagi darsimiz TKT Writing, ya'ni 6-unitni o'z ichiga oladi. Demak, quyida sizlar uchun mana shu mavzu doirasida zaruriy test ko'nikmalari va albatta nimalarga e'tibor berishingiz haqida aniq va tiniq ma'lumotlar berib o'taman. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Writing o'zi productive skilllarning bir qismi bo'lib, mana shu TKT testlar uchun eng muhim qismi bu uning nimasi? Process writing bo'limi hisoblanadi va mana shu process writing jami 6 qismdan iborat bo'lib, mana shu ketma-ketlikda ko'rib boramiz. Avvalo o'zi process writing ta'lim uchun yoki umuman olganda writing sohasini o'qitish uchun nima kerak desa, ba'zida ustozlarimiz mana shu o'quvchilar yozgan esseylarni yoki xatlarni qaysi qismda yozma ishlarini tekshirib, xatolarini to'g'rilab charchashadi. Aynan mana shu o'quvchida mustaqil ishlash ko'nikmasini rivojlantirish uchun qaysi qismda talabada yoki ustozda umuman mana shu writerda o'zi yozgan ishga o'quvchida mas'uliyat hosil qilish uchun ma'lum bir amallar ketma-ketligini o'rgatishimiz kerak. Ana shu joydan demak, writing jarayoni, o'qitish va o'rganish jarayoni ancha osonlashadi. Demak, tayyor bo'lsangiz ketdik. Process writing jami 6 qismdan iborat bo'lib, birinchi qism brainstorming yoki uni kaliti so'z testlarda kaliti so'z sifatida keladi. Ya'ni getting ideas, developing ideas so'z bilan ifodalanish mumkin. Ya'ni bitta mavzu taqdim etilsa, ana shu mavzuga oid demak, ideyalarni to'plab olish, ya'ni brainstorming yoki buni o'zbek tilida pedagogikada aqliy hujum nomi bilan ataladi. Ikkinchisi albatta planning, ya'ni organizing ideas yoki organizing what you want to say deb nomlanadi va bu biz mana shu mavzu yuzasidan to'plagan fikr va g'oyalarimizni nima qilamiz? Tartibga olamiz. Ya'ni introduction qismida, main body qismida, yakunlovchi qismida qaysi ideyalardan foydalanaman degan savollarga javob beradi. Demak, qaytarib o'taman. Aynan birinchi mavzusida uni brainstorming, getting ideas desa, ikkinchida planning. Uchinchi qismi drafting. Drafting atamasi bevosita nima degani? Juda to'g'ri. Albatta, mana shu siz bilgan o'sha qoralama, chornavik deb ham ataladi. Aynan mana shu essay yoki topshiriq yuzasidan bor bilim ko'nikmalaringizni to'g'rimi, noto'g'rimi, ana shu xususiyatiga qaramasdan, demak, xayolingizga kelgan fikrlarning barchasini yozish. Ya'ni bu yerda birinchi marta essayni qog'ozga tushirish. To'rtinchi qismi editing, ya'ni o'zi tahrirlash deb nomlanadi va bu qismda siz improving and correcting content deb ataladi. E'tibor qarating, improving and correcting content. Bu degani, demak, essayni yoki sizga berilgan topshiriqni mazmuniga oid xatolarni to'g'rilash. Demak, o'qiymiz, aynan berilgan mavzuga oidmi fikrlar bir-biriga bog'langanligini ko'rib chiqish uchun aynan mana shu joydan foydalanamiz. Ya'ni fikrlar bir-biriga bog'langanmi yoki yo'qligini, aloqadormi yoki yo'qligini ko'rib olishimiz imkoniyatini beradi. 5-qismning nomi proofreading deb ataladi. Ko'pchilik mana shu joyda proofreading atamasini ko'rganda xayoliga keladigan so'z bu reading jarayonini eslashadi va zinhor eslab qoling. Bu so'zingiz xato bo'ladi. Ya'ni process writing tarkibida keladigan proofreading bu faqat writingga xos xususiyat bo'ladi. Bunda nimaga tekshiramiz desa, 3 ta key atama keladi, ya'ni accuracy ga tekshiramiz. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, process writing tarkibidagi 5-bo'lim proofreading deb atalib, uning ichida accuracy ga tekshiramiz. Accuracy nimalarni o'z ichiga oladi desa, birinchi o'rinda grammatika, lexic, spelling, ya'ni grammar, lexic, spelling uchalasi accuracy tarkibida keladi va uni umumiy nom bilan proofreading deb ataladi. Mana shu joyda men bitta misol keltiraman. Bizda katta bitta portfelimiz bor. Portfelimiz ichida karmoncha bor, karmonchada kasholog bor, kasholog ichida plastik soladigan idish bor, uning ichida quticha bor. Xuddi mana shu ketma-ketlikni, ya'ni sumka ichiga solingan, demak, plastikni olish jarayoni qanchalik qatlam-qatlam ichiga kirib borgan singari, aynan mana shu proofreading qismida ham biz mana shu ketma-ketlikni yoki mana shu o'xshatishni test jarayoniga olib kirsak bo'ladi. Ya'ni proofreading tarkibiy qismi bu 5-qism. Ichida accuracy bor, accuracy ichida grammatika bor. Uni yonida leksika va nima bor? Umuman olganda spelling bor. Ya'ni ba'zida test tarkibida o'quvchilarim yozgan essaylarni spelling bo'yicha xatolarni ko'rib chiqdim desa, qayerdan olamiz degan savol kelib qoladi. Aynan mana shu joyda o'ylashim kerakki, spellingmi? Demak, accuracymi bu proofreading deb ko'rishim kerak. Yoki hotel mavzusiga oid mavzularni qaytarib olish uchun o'quvchilar bilan turfa xil mashq bajardik desa va mana shu so'z leksikami? Demak, leksika qaysi bo'limda o'rganamiz desa, demak, proofreadingda. Proofreading qaysi qismida desa, accuracy tarkibida deb turib testlarni analiz qilib olishimiz kerak. Yoki o'tgan mavzuyimiz yuzasidan present perfect simple hamda past simple mavzusi doirasida o'quvchilar bilan mustahkamlash mashqlarini bajardik. Ular yozgan topshiriqlarda aynan shuni tekshirdim degan o'qituvchi, demak, nutqida feedback eshitadigan bo'lsak, mana shu joyda u grammar nima keladi? Accuracy nima tarkibida kelardi? Proofreadingda. Demak, mana shu ba'zida testlarning tarkibiy qismi subkategoriyali bo'lib, ana shu joyda siz, demak, test savoli yoki test fokusi nimaga qaratilganligini bilishingiz kutiladi.
Oxirgi qism final version of writing deb atalib, buni redrafting deb ataladi. Ya'ni buni oqqa ko'chirish, ya'ni eng oxirgi allaqachon o'zgarishlarga uchrab bo'lgan qism deb hisoblanadi. Mana shu process writing tarkibiy qismini yana bir marta ketma-ketlikda qisqa va esda qoladigan qilib aytib beraman. Birinchi o'rinda demak getting ideas, buni brainstorming deb atadik. Ikkinchisi planning, working out what you want to say degan keyword bilan kelishi mumkin. Uchinchi qismida drafting, buni qoralama dedik. To'rtinchisi editing, ya'ni ma'nosi bo'yicha to'g'irlash, tahrirlashlarni amalga oshirish. Beshinchisi proofreading, bu yerda accuracy uchun tekshiraman. Uni tarkibida nima bor edi? 3 ta. Albatta izohlarda kutaman. Shuni qaysi accuracy tarkibida demak birliklarga qarashimni siz izohlarda aks ettiring. Bu sizga bitta takrorlashni yo'li hisoblanadi. Va oxirgisi second version of writing yoki final version of writing deb ataladi. Bu redrafting. Aynan mana shu TKT writing bo'limi bo'yicha qanaqadir savollar bo'lsa yoki tushunmaganlaringiz bo'lsa, albatta izohlarda keltiring. Sizga yordam berishdan mamnunman. Sizlar bilan Jaloliddin Kasimov. Agar darsimiz ma'qul kelgan bo'lsa, komment qismida izohlaringizni kutaman. Obuna bo'lishni unutmang va eng yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.